Assalomu alaykum hurmatli akalar. Jinsiy zaiflik va varikoz o'rtasida qanday bog'liqlik bor? Bu haqida juda ko'p informatsiyalarni eshitgansiz, ko'rgansiz, ko'p qo'rqinchli gaplarni eshitgandirsiz yoki vaziyatlarni ko'rgandirsiz yoki o'zingizni boshingizga shu narsa tushgandir. Bugun shu haqida ochiq-oydin gaplashamiz va o'zimizni praktikadan kelib chiqqan holda o'zimizni oldimizga kelgan bemorlarni qanday o'zgarish bo'lganligini yoki bu bemorlarda keyinchalik qanday bo'lgan asoratlar yoki qanday og'ir kunlar yoki yaxshi kunlar bo'lganligini gaplashib o'tamiz. Men doktor Akbashov, urolog-andrologman va bugun biz sizlar bilan jinsiy zaiflikka va varikozni qanday bog'liqligi haqida gaplashamiz. Erkaklar orasida juda ko'p uchraydigan, 10 ta erkakning 8 tasida uchraydigan varikoz kasalligi, ya'ni moyaklarga boradigan qon tomirlarini varikoz kengayishi, qon tomirlarini yaxshi ishlamasligi, ularning ichida qonning dimlanishi, ularning ichida tromb paydo bo'lishi kasalligi varikotseli haqida bugun ochiq-oydin gaplashamiz va varikotseli kasalligi faqat chap tomonda bo'ladi, faqat chap tomon operatsiya bo'lgan, o'rtoqlaringizda ham faqat chap tomonda operatsiya bo'lgan va nega uni ikki tomonda bo'lmasligi mumkin? Nega bir tomonda borib farzand bo'lmayapti yoki jinsiy zaiflik, jinsiy olatni kuchi pasaygan? Mana shular haqida gaplashamiz. Varikoz kasalligi o'zi umuman qachon kelib chiqishini gaplashaylik. Varikoz moyaklardagi tomirlarni varikoz kengayishi uchun sizni jismoniy, oddiygina og'ir jismoniy harakatingizni o'zi turtki hisoblanadi. Nimaga desangiz, bu narsa qon tomirlarini varikoz kengayishi bizda erkak kishida onaning qonida rivojlanayotganda anomal joylashgani hisobiga, moyakka boradigan tomirlarning anomal joylashgani hisobiga bu tomir boshqa tomirlarning orasida pinsetga o'xshab ezilib qoladi. Asosiy ikkita tomir o'rtasidan o'tadi. Bu tomir tuxumga boradigan tomir, moyakka boradigan tomir va u hayot davomida o'sgan sari bu ezilib boraveradi. Ezilgani sari bu tomirda bosim oshadi. Sizni og'ir ko'tarishingiz, og'ir mehnat qilishingiz, og'ir jismoniy harakat, yoshligingiz og'irda o'tgan bo'lsa, og'ir harakatlarda, tosh ko'tarishlar, og'ir mehnatda, og'ir yuklarni ko'tarish bilan yoki sportni, trenajyorni zalga chiqish, kurash turi bilan shug'ullangan bo'lsangiz, bu tomirlarni pastdagi chov sohasidagi mushaklarning orasida yana battar ezilishi hisobiga bu tomirlar yana ham kengaya boshlaydi va erkak kishida 5 ta muammoni keltirib chiqaradi va bu muammoni qaysi biridir bo'lsa bemorda albatta bu narsa operatsiya qilinadi. Endi zaiflikka qanday aloqasi bor desangiz, aloqasi bor deb aytaman. Bunga 100% bor deb ayta olaman, chunki bu narsa praktika davomida ham biz nechta kasallik ko'rgan bo'lsak, nechta kasal operatsiya qilgan bo'lsak, kasallarda albatta olatning kuchi yaxshilanishi kuzatilgan va bu narsa uzoq vaqt saqlanib qolishi ham kuzatilgan. Bu narsani qilmagan, bu narsasi bor lekin yurgan erkaklarning ko'pida jinsiy olatning kuchi pasayganligi, jinsiy olatni yaxshi qo'zg'almasligi, aloqa vaqtida suslayib qolishi, yaxshi qo'zg'ata olmasligi, qo'zg'atish uchun oldin bitta shiltroq yetgan bo'lsa, ya'ni 1 minut ketgan bo'lsa, endi hozir 5 minutdan yaxshi qo'zg'almayotgan, ertalab keraksalar bir bor bir yo'q yoki yo'qolib qolgan erkaklar bu narsaga e'tibor bermasdan yuraverishadi. Mana shu narsasi shikoyati bor mana. Yuraverishadi shu bilan. Charchagan turman, ozgina uyquga to'yib olay, vitamin yetmayotgandir yoki shamollash bordir deb shu narsalarni osonroq yo'llarini qilishga harakat qilishadi. Lekin tagida holatning turishiga sizni past testosteroningiz emas yoki sizda qanaqa yetishmayotgan vitaminlar emas, balki qon tomirlarida qonni oqimini sekinlashgani, yaxshi kelmayotgani yotadi. O'rta Osiyoda, o'zbeklar orasida ham aytsa bo'ladi yoki boshqa davlatda ham, Yevropada emas yoki Amerikada emas, ya'ni agar farzand bo'lmasa, varikoz operatsiya qilinadi yoki teskarisi. Varikoz operatsiyasi faqat farzand bo'lmasagina operatsiya qilinadi degan tushuncha bilan yurishadi. Misol uchun, sizda varikoz bor ekan, buni operatsiya qilmasa, testosteron ko'tarilmaydi yoki og'riq yo'qolmaydi yoki og'riq ketmaydi yoki ereksiya yaxshilanmaydi desangiz, bu inson aytadiki, qabul qilgan kishi ham shunaqa deydilar, menda farzandim bor-ku, farzandi bo'lmasagina operatsiya qilinadi degan fikr yoki bunga yana parallelni keladigan shikoyat, menda bezovta qilmaydi-ku, mana moyagim og'rimaydi-ku degan fikrlar bilan murojaat qilishadi. Umuman o'zi qachon varikoz operatsiya qilinadi? Varikoz operatsiyasi 5 ta holatda operatsiya qilinadi. 5 ta holat, eslab qoling. Bundan ortiqchasi yo'q. Birinchisi juda kam uchraydi, juda kam. Bu shikoyatdan kelganda boshqa sabablar hisobiga kelgani uchun varikoz og'riyapti deb o'ylashi mumkin bemor va davolaganingizda o'tib ketadi. Bu og'riq. Og'riq simptomi belgisi kam uchraydi juda ham. 10 ta odamdan bittasida uchrashi mumkin, u ham shamollash hisobiga og'riyotgan bo'ladi. Shamollash ketkazsangiz og'riq qoladi. Ikkinchi sababi bu testosteronning pasayishi. Dinamikada общий testosteron hisoblanib, testosteron tekshirsa pasayayotgan bo'ladi. Bunga e'tibor bermaydi, testosteron ko'taradigan vitaminlar kerak bo'lsa ukollar ham olishadi. Uchinchi sababi urug'ning foizi sifati pasayotgani. Erkak kishi farzandi bo'ldi, tushib qoldi. Farzand bo'ldi, nobud bo'ldi. Farzand bo'ldi, rivojlanmay qoldi, turbada bo'lib qoldi. Bunga e'tibor bermaydi, yuraveradi. Urug'i sifati pastligiga e'tibor berishmaydi. Foizi baland bo'lsin, foiz baland bo'lsin deyveradi. Inson foizi baland bo'lgan bilan sifati yaxshi bo'lmasa, bu urug' baribir sifatsiz urug' bor o'rnatib qo'yaveradi. Farzand bo'laveradi sizda, nobud bo'ladi. Yoki foizi pastda farzand bo'lmayapti, 3 yil kutdik, 4 yil kutdik bo'lmayapti farzand. 4-sababi bu ereksiya.
Ikki tomonda ikkinchi, uchinchi daraja varikoz bo'lganda bemorni varikozini operatsiya qilganimizda moyaklari kichkinlashgan bo'lsa, 5-sababni aytib qo'ydim hozirlarga. Ereksiya yaxshilanishi, ertalabki ereksiya uyg'onishi, asosiysi o'zida ishonch uyg'onishi, olatni to'laqonli katta bo'lib qolgandek his qilishi, mana odzivlarni qo'yamiz, ko'rasizlar. Katta bo'lib qolgandek his qildim, yaxshi bo'lib qoldi, oldingi holatiga 18 yoshimdek bo'lib qoldi degan fikrlar bilan aytishadi. Bu o'sha ko'rinmas tomirlar, limfa tomirlarini o'zaro yaxshi oqimiga ega bo'lgani, ishlamayotgan, kengayib ketgan tomirlarni bekilganligi hisobiga odatda qon yaxshi aylana boshlaydi. Va 5-sababi bu moyakni kichkinlashishi. Albatta moyak kichkinlashgan bo'lsa, 3ta sababi bor moyakni. Bu 3-sababi varikoz hisobiga. Qolgan 2ta sababi bu ko'p qaytaraman bemorlarga. Unga kelayotgan qon tomirlarini, ya'ni oziqlantiradigan tomirlarni shikastlanishi. Bu yoshligida moyagi tepadan pastga olib tushib keladigan operatsiya yoki travma olgan bo'lsa, moyak shishib ketib, keyin sekin quriy boshlaydi. 3-sabab o'sha varikoz hisobiga moyak kichkinlasha boshlaydi. O'sadimi degan savol berishadi. Albatta, o'sishi uchun varikoz olgandan keyin o'zi kam prosta qo'yib qo'yish. Unga stimulyatsiya uchun albatta gormonal preparat beriladi, moyak o'sishi uchun, kattalashishi uchun. Bemorlarimiz ichida ikki tomonlama varikoz operatsiyasini amalga oshirganimizdan keyin mikroxirurgik marmar operatsiyasini qilganda, albatta bu qon tomir rekonstruktiv operatsiyasiga o'xshagan narsa va olatni kuchi yaxshilanganligi, olatni quvvati yaxshilanganligi, to'laqonli qon kelishi, ereksiya tilaki paydo bo'lganligi, ayniqsa jinsiy hayot tiklanganligi bizani xursand qiladi. Va to'g'ri 100% holda qo'shilaman, ikki tomonlama varikoz bo'lgan bemorda olatni kuchi pasayishi, ya'ni erektil disfunksiya kelib chiqishi haqiqatda bor narsa deb sizlarga ishonch bilan aytishim mumkin. Shuning uchun agar sizda ereksiya pasaydimi, siz testosteronni ko'tarishga harakat qilmang. Testosteronni pasaygan bo'lsa, boshqa sabablarni qidiring. Moyak kichkinlashmagan, moyakni atroflarida, olat atroflarida qaynash buzilishi yo'qmi, qon quyuqligi yo'qmi? Bularni hammasini tekshirish kerak va buning uchun albatta specialistga, mutaxassisga borib gaplashib, shikoyatni aytib, keyin hal qilish kerak. Chunki ba'zi erkaklar bu ruhiyatimdan charchaganman, munosabatim yaxshi emas degan fikrlarni ham ushlab olib, jinsiy olatga kelayotgan qonni yaxshi kelmayotganligi, bo'shashib qolayotganligi yoki olatni porshinlari qo'yaverayotganligini, qonni inkor qilib yuraverishadi. Salomat bo'ling, hurmatli akalar.